365 kun uxlaymiz. Ishonaveringlar. 8 rakatdan keyin Qaravadan keyin uyga ketaman deyotgan hisob kitob bo'layotgan bo'lsa kallamizda jichi insof qilaylik. 365 kun qizg'anyapmiz o'zimizdan tunimizni. Bir yilda bir marta qizg'anmay o'zimiz uchun sarflab qo'yaylik. Inshaalloh mana shu qadr kechasini topish arafasida turibmiz. G'animat birodarlar. Bir yilda bir marta bo'ladi. Yani 120 bitta bo'lamiz. Assalomu alaykum Sanjar aka. Yana bir bor Makka mukarramaga tushibsiz aka. Hammada bitta savol bo'ladi. Shu ishda necha yildan beri xizmat qilasiz? Allohga hamdlar bo'lsin, bu ishimizni boshlaganiga mana 5-yil ketyapti. Maşallah. Yani 5 yil mobaynida qancha oilalarga, qancha shunday mehrga muhtoj bolalarga xizmat qilib kelamiz. Nechta hozir qo'lingizda qarayotgan, e'tibor qilayotgan bolalar, yoshlar? Endi bolalar hozirgi qo'limizda, biz qaramog'imizda shunday bir mehrga muhtoj bolalarimiz. Endi aytishga ham bir ijod bo'lasan. Qancha aka? Endi 120 bitta bo'lamiz. 120 ta bolaga eshitishimcha siz ko'pchilarda ham otalik qiladi deydi, ham ayoli bilan ayollik qilib, onasiga ona bo'lib, ota bo'lib, men ko'p kuzatdim-da, kommentariy qilib bu bola o'zi borib, o'zi ovqat pishiradi, o'zlari ko'radi, o'zlari qayerga borsa birga boradi deydi. Bu hammaga ham emas. Albatta hamma kuzatadi, hammani qo'lidan keladi, birovni qarab qo'yish deydi, lekin o'zi qila olmaydi. Hamma internetda o'tiradi, lekin jasorat berib mana birga ota bo'lib, birga ona bo'lib, ularda dardi bilan sherik bo'lib, haligi bo'lishlik hammaga emas. Aka, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Alloh taolo mana bu umringiz oxirigacha mana shu kasbda ishlab, mana shunaqa siylar rahmingiz ko'p bo'lsin. Bugun mana shu yerga kelishlikka sababchi bo'lgan mana Samarqandlik akalarimiz bor. Toshkentlik 2 ta akamiz bor. Farg'onalik 2 ta akamiz bor. Shunday insonlar bor, biz ko'rmaganmiz. Qarang, Allohning baytini ko'rib kelsin deb shu bolalarga sababchi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin aka. Bularni eshitib haligi bir ajoyibda. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu akalarning haqqiga duo qilganlar bitta like bosib ketinglar. Alloh rozi bo'lsin. Siz ham mana shularning qatorida bo'laylik. Biz ham mana shularning qatorida bo'lib, akaga o'xshab xizmat qiluvchi, ehson beruvchi, odamlarni siylay rahm qiluvchi, bolalarni yaxshi ko'ruvchi odamlar jamiyatimizda ko'paysin aka. Hamma ehson qiluvchi bo'lsin. Oysizlar, hammalarga rahmat. Aka, sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. G'animat birodarlar. Bir yilda bir marta bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyining 3-10 kunligida jub kechadan tog' kechaga o'tadigan tunlarda istaylar dedi Rasululloh. Va ko'proq ishoralar mana shu 26 dan 27 ga o'tar kechasi degan ko'pgina ishoralar bor. Inshaalloh mana shu kechada o'tiribmiz. Birodarlar, qiyomul layl degani, tuni deganda biz mana shunday ko'zni charchab ketgan bo'lsa ham katta ochib o'tirishda tushunmaylik, o'zi qiylanayotgan bo'lsa ham. Hayoli 7 bozorga ketib qolgan bo'lsa ham namozni tushunib tushunmaylik. Agar yuragimizdan bir marta xolis Alloh uchun chin yurakdan subhanalloh bir marta aytsak shu ham tunay bo'ladi. Xufton namozdan keyin 2 rakat namoz o'qib uxlab olsak ham tunay bo'ladi. Albatta ertamaga o'tirishda turib bizda tunay deganda deydi odamlar. Chunki tunay deganda bir noto'g'ri tushunchalarimiz bo'lib qolgan. Yarim kechaga borganda 12 danmi, 1 danmi, 1 soat, yarim soat uxlab olishlik tunayni yo'q qilib qo'ymaydi birodar. Hayoli bu yoqda bo'lib turib, unaqa tasbih aytgandan keyin birodarlar yarim soat damini olib, yana bir xushroq turib tasbih tahlilda bo'lgani to'g'riroq bo'ladi. Demak, Alloh taolo bu dinda bizga bir mashaqqat qilmadi. Bu 1000 oydan afzal bo'lgan tun arafasida o'tiribmiz. G'animat bilaylik. 365 kun uxlaymiz. Ishonaveringlar. 8 rakatdan keyin Qaravadan keyin uyga ketaman deyotgan hisob kitob bo'layotgan bo'lsa kallamizda jichi insof qilaylik. 365 kun qizg'anyapmiz o'zimizdan tunimizni. Bir yilda bir marta qizg'anmay o'zimiz uchun sarflab qo'yaylik. 365 kun televizorda quchoqlab yotibmiz. Birar kun shu televizorda talag'ini berib, birar kun Alloh uchun bir qoyil bo'laylik. Avvalgi ummatlarda umrlari uzoqligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilgandan keyin Parvardigorim, meni ummatimni umrlari qisqa ekan. Ularni ibodat qilishlikka, savob orttirishlikka bo'lgan muddati qisqa deganda Alloh taolo mana shu qadr kechasini siz bilan bizga fazilat qilib berdi. 1000 yil yashagan odam birodar 1000 yil gunoh ham qilishlikka xavf bo'ladi. Endi 60 yil yashab turib, 60 yil gunoh qilishlikka xavf turib 1000 yillik savobni bir kechada beradigan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah
Allohumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alloh taolo biz sizga fazlu marhamat o'laroq bugungi payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning yaxshi ko'rgan duolarini inshaalloh o'rganib, uni har doim aytib yurishlikni Alloh taoloni o'zi taqdir aylasin. Allohumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allohim, sen karim zotsan, sen avf qilishlikni yaxshi ko'rasan. Bizlarni barchalarimizni Alloh taolo o'zing avf qilgin degan duoni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'p aytib yurardilar. Chunki bugungi kunlarda aynan biz kutgan kunlar va biz inshaalloh bu kechalar kelishligidan ozgina oldinroq mana shu duolarni yodlagan edik. Alloh taoloni o'zi bu duolarni qabul va tahtiga dohil bo'lishligimizni va gunohlarimiz kechirilmog'ini Alloh hammamizga nasib aylasin. Bugun biz kutgan Laylatul Qadr kechalaridan bir kecha, Ramazon oyining oxirgi 10 kunligi Alloh taoloni biz sizga fazl qilgan kechalar hisoblanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan so'rashdi, Rasululloh Laylatul Qadr kechasi qachon deganlarida Ramazon oyining oxirgi 10 kunligi Laylatul Qadr kechasi dedilar. Shunda sahobalar kelib so'rashdi, ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, 10 kecha ham biz bedor turib, 10 kecha ham tilovati Qur'onlarda, qiyomul layllarda biz qiynalib qolamiz. Ya Rasululloh, aniqroq qilib ayting deganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oxirgi 10 kunlikning toq kechalari dedilar. Demak, bugun Ramazonning 21-kechasi, ya'ni Laylatul Qadr kechasi bugun. Demak, oxirgi 10 kunlikda 5 ta toq kecha bor. U toq kechalarning inshaalloh birinchisi mana shugungi kun. Alloh taoloni o'zi fazlu marhamat aylab bu kechalarda inshaalloh ibodatlar qilishlikni Robbim nasib aylasin. Demak, pahlavonlar bor bugun oramizda. Ular inshaalloh oxirgi 10 kunlikning 10 kunida ham qiyomul layl qilib, ibodatlarda, zikrlarda, duolarda bardavom bo'lsinlar. Mabodo ora-orada men dam olaman deydiganlar bo'ladigan bo'lsa inshaalloh toq kechalarda inshaalloh oxirgi 10 kunlikning toq kechalari, ya'ni 5 kechada ibodatlarda bardavom bo'lsinlar. Olimlarimiz aytadilar, Yusuf surasining 23-oyatida Alloh taolo bahona qilmang, eshiklarni berkitib, saroy eshiklarini berkitib, pardalarni qorong'u qilib, pardalarni tashlab bu yoqqa kel dedi Yusufga Zulayho. Yusuf alayhissalom unga rad javobini berdilar. Saroyda hech kim yo'q edi. Pardalar tashlangan, eshiklar qulflangan, berkitilgan holatda Zulayho Yusuf alayhissalomni zinoga chorladi. Yusuf surasining 23-oyatida. Shayton sizni ig'vo qilishligi mumkin, vasvasa qilishligi mumkin, yo'ldan urishligi mumkin, ammo gunohga majbur qila olmaydi, birodar. Ba'zi insonlar sizga ma'siyat eshigini ochishligi mumkin, ammo majburlab unga sizni kirita olmaydi. Qaroringiz sohibi doim o'zingiz bo'lib qolaverasiz. Ishingizni egasi doim o'zingiz bo'lib qolaverasiz. Nima ish qilsangiz o'zingizni ixtiyoringiz bilan qilasiz. Nimani tark etsangiz o'zingizni ixtiyoringiz bilan tark qilasiz. Gunohni hamma qilishligi mumkin. Qilayotgan gunohingizga boshqalarni bahona qilmang. Gunohingizga sharoitni sabab qilib ko'rsatmang. Atrofingizda insonlar bo'lmasa-da, Alloh sizni har lahzada, har onda, har daqiqada sizni kuzatib turibdi. Alloh hozir bo'lib turibdi. Muhtasham qasrning go'zal sohibasi 7 qavat eshiklar ichida Yusuf alayhissalomni gunohga majbur qila olmadi. Gunoh qilmoqchi, zino qilmoqchi, ma'siyat qilmoqchi kishi uning hatto eshikning teshigidan bo'lsa ham kirib joy topa oladi. Gunohni tark qilishlikni istagan kishi esa eshikning teshigidan bo'lsa ham, qulfning teshigidan bo'lsa ham gunohni tark qilib ko'chaga chiqib ketadi. Demak, ixtiyor sizniki. Bugun ibodatga
yaxshilikka, toatga birovni bahona qilmang. Oxirgi nuqtani siz o'zingiz qo'yasiz. Sizni vasvasa qilishligi mumkin shayton. Sizni yo'ldan ozdirishligi mumkin, lekin gunohga majbur qila olmaydi. Sizni ihson berma deyishligi mumkin. Vasvasa qilishligi mumkin, lekin cho'ntagingizdan chiqarib ihsonni bersangiz, ihsoningizni qaytib qo'lingizdan olib cho'ntagingizga tiqolmaydi u. Sizni ro'za tutma, sen kasal bo'lishsan deyishligi mumkin, vasvasa qilishligi mumkin, lekin saharlikda uyg'onib, saharlik qilib ro'zani yopganingizdan keyin ro'zangizni ochittira olmaydi u. Demak, ixtiyor sizniki. Gunohni tark qilgan ixtiyor ham sizniki. Gunohni boshlashda har bir ishni qilishlikka sabab bo'lish ixtiyori ham sizniki, birodar. Shuning uchun bugungi kunlarda, ibodatlarda har bir ishda shunday ishlar qilingki, Alloh taoloni o'zi bizga ertaga qiyomatda, qabrda, oxiratda bizni foydamizga bo'ladigan ishlar qiling. Chunki bugun birodar bahona qilaman desangiz, bir ishni tavsiflab beraman desangiz, xohlagan bir odamni tanlang, undan bir muammosini so'rang, birodar, uni muammosini eshitib yig'lab yuborasiz. Xohlagan odamingizni so'rang. O'zingizni bilib yashang degan shior ostida va uni arzon bahoga, sanoqli dirhamlarga sotdilar. E'tibor bering. Uni arzon bahoga, sanoqli dirhamlarga sotdilar. Ular unga qiziqmagan edilar hatto. Ya'ni Yusuf alayhissalomni sotdilar, bozoriga qul qilib, oddiy sariq chaqaga. Hatto u Yusuf bilan qiziqmadi ham odamlar. Yusuf surasining 20-oyatida dunyoda Yusuf alayhissalomni sotib yubordilar, qul qilib. Yusuf alayhissalom kim edilar? Yaqub payg'ambarning o'g'li. Payg'ambarning o'g'lini qul qilib sotyaptilar. Yana kim? O'zining akalari. Nuh alayhissalomni yolg'onchi deyishdi. Muso alayhissalomni sehrgar deb ayblashdi. Zakariya alayhissalomni ikkiga arralashdi. Kim ular? Payg'ambar. Yahyo alayhissalomni boshi kesilib zinokor ayolga mahr o'laroq taqdim qilindi. Iso alayhissalomni yerga yashashda qo'ymadilar. Qatl qilmoqchi bo'lganlarida Alloh taolo samoga ko'tardi Iso alayhissalomni. Muhammad sallallohu alayhi va sallamni Habashistonda toshbo'ron qildilar. Shuncha ishdan keyin, ya'ni insonlar ichida eng pokiza zotlarga qilingan muomalalardan keyin ham siz dunyo boshingizni silashini kutyapsizmi endi? Shuncha ulug' zotlar, insonlarning eng yaxshilarini dunyo boshini silamadi. Endi kelib bizga hammasi yaxshi, hammasi zo'r, muammo yo'q bo'lishligini kutyapmizmi? Unday bo'lmaydi, birodar. Hech qachon bunday bo'lmaydi. Siz unday bo'lishligi uchun siz kutmang, o'zingizni aldamang. Dunyo eng yaxshi payg'ambarlarni boshini silamadi. Biz u sizni boshimizni silamaydi. Shuning uchun yo'lingizda davom eting. Alloh taolodan fazl so'rang. Taqvodor bo'lib qolgan holatda hayotingizni davom ettiring. Olimlarimiz aytadilar, bu sayyora Robbiga isyon qilib bo'lgan, Alloh o'z rahmati ila bu zaminni hosilini yig'ish diyori emas, ekin ekish diyori qildi. Haqiqatda dunyoda biz rohat qilishlik uchun, maza qilishlik uchun dunyoda bir marta kelamiz, maza qilib olaylik deydi-ku. Yo'q. Aslida dunyo Alloh taolo bergan ekinlarni yig'ishtirib hosilini yeyish dunyosi emas. Aslida bu dunyo ekin ekish, mashaqqat, qiyinchilik, muammoga sabr, isyon, qiyinchilik dunyosi. Ya'ni ekinni ekamiz, rohat jannatda. Biz e'tiqodni to'g'rilab olaylik. Dunyoga kelib deydi, endi rohat ko'raman deganda o'ldi deydi, vafot etdi deydi.
Dunyoga kelib shuncha ishlab endi orzu havas qilaman deganda Alloh bir kasallik berdi, bir necha yil kasal bo'ldi, keyin o'ldi deymiz. Nima bo'libdi? Dunyo bu rohat qiladigan joy emas. Bu o'tkinchi dunyo bu. Bu keling azob cheking siz, qiynaling. Boshingizdan muammo arimasin, sabr qiling, ajrini ekinni qiyomatda jannatda o'ramiz. Inshaalloh birga. Bugun bunda iffatli bo'lsangiz, ya'ni dunyoda iffatli bo'lsangiz, nima deydi? Taqvodor bo'lib qolibdi deb masxara qilishadi. Hijob o'rasangiz, kecha ochiq-sochiq yuruvdi-ku deydi. Dinimizni qattiq tutib, do'ppi kiyib inshaalloh shariatga amal qiladigan bo'lsak, aqidaparast bo'lib qolibdi deydi. Sadaqa qilsangiz, riyo bo'lyapti-ku deydi. Kitob o'qisangiz, xuddi bir narsani qoillatib qo'ygandek sizni masxara qilishadi. Kitob o'qisangiz, uyqungiz bosilmasa, qanday o'qisangiz va Alloh taolo fazli ila ibodatda, ilmda bardavom bo'lsangiz, o'zi bu qayerdan yeyapti, buncha pul bunga qayerdan, bir narsasi bor buni deydi. Shuning uchun ularni oldilarida qadringiz tushsa ham o'zingizni biling. O'z navbatida qadringiz tushsa ham o'zingizni qadrlang. Qadringizni Alloh biladi, boshqalarga e'tibor bermang. Shuning uchun o'zingiz bo'lib yashang. O'zingizni biling, o'zingiz ibodat qiling. Odamlarni gapi bilan yurmang. Alloh taolodan fazl istang. Har narsa hayotimizni o'zgartirib yuborishligi mumkin va siz harakat qiling odamlarni hayotini o'zgartiradigan darajada katta ishlar qilishlikni. Shuning uchun Alloh taolodan fazl, yaxshilik, marhamat so'ragan holatda ko'p ham dunyo bilan bog'lanmang. Chunki bu dunyoda har bir masalalarda muammolar ko'p. Bu muammolar oldin ham bo'lib kelgan. Keyin ham bo'ladi. Albatta sizni ham boshingizda bu muammolar tushgan va tushyapti. Olim aytadi, har bir xalqning tug'ilishi bor. Har bir tug'ilishning to'lg'oq dardi bor. To'lg'oqning esa og'rig'i bor deydi. Shuning uchun dunyoda og'riq chekmagan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Hammada bir muammo bor. Yosh yigitchadan so'rasangiz, tezroq men katta bo'lay deydi. Katta bo'lgandan keyin men tezroq ishga kirishim kerak deydi. Ishga kirgandan keyin nima deydi? Shuncha pul topdim, endi sog'lig'imni tiklab yuboray deydi. Tiklashim kerak deydi. Sog'liqi kasal va boy odamdan so'rasak nima deydi? Mana bor pulimni olsalar menga Alloh sog'liq qaytarib bersin deydi. Dunyoda shunaqangi tur muammolar har doim bo'lgan va bo'laveradi. Shuning uchun ibodat qilaylik. Bugun Ramazoniy kechalarning qadr kechalari. O'zimizni bilaylik bugun. Alloh taolodan yaxshilik so'raylik. In'om va fazlda har birimiz bardavom bo'laylikki, Alloh taoloni o'zi har birimizni martabamizni, qadrimizni ko'tarsin. Va shunday Allohdan qadrimiz baland bo'lishligini so'rayapmiz-ku. Siz birovga shunday yordam qilingki, u odamni qadri ko'tarilsin. Shunday joyni obod qilingki, siz obod qilgandan keyin o'shani martabasi baland bo'lsin. Va shuning evaziga Alloh taolo sizga har xil joylardan, biz bilmagan joylardan fazl va marhamat bersin deydi. Bir o'qituvchi aytadi: geometriyadan dars beraman. Boshlang'ich sinflardan keyingi sinfda. Geometriya menimcha 4-5-sinfdan keyin o'qitiladi. Men bir savol berdim. Darsni boshlashimdan oldin ko'chaga qarasam, hali o'quvchilarim kelishligidan oldin bir qizaloq ko'chada maktab oldida har xil buluchka, ruchka, daftar, bu narsalar, ya'ni maktabga o'quvchilarga kerak bo'ladigan narsalar sotyapti. Darsni boshladim va men dars asnosida bolalarga bir savol berdim. Savol berganimdan keyin birorta sinfimdagi bola javob bermadi. U ko'chada sotuvchi qizaloq
rastasini yo'lni labida, ya'ni odamlar gavjum o'tadigan joyiga qo'yib, kelib derizani tagidan meni darsimni quloq solar ekan deydi. Har doim ishi shu ekan. Va hammaga savol berdimda, savolimga javob olmagandan keyin siqilib turibman, qisilib turibman. Nega bular endi dars o'qimaydi, o'tgan darsimni bilmayapti degan ma'noda ko'chadagi deriza taqqillandi. Ko'chaga qarasam, qizcha qo'lini ko'tarib turibdi. Xuddinki men javob bersam maylimi degan ma'noda. Men unga qarab, nima deysan dedim. Bergan savolingizga men javob bersam maylimi dedi. Men dedim, mayli dedim. Va u meni savolimga javob berdi. Men hayron qoldim deydi. Va unga aytdimki, sen nima qilyapsan bu yerda desa, meni 3 ta ukam bor. 3 ta ukam bor. Otam vafot etgan. Men maktabning xarajatlarini ko'tara olmaymiz, oilaviy. Men onamga oila tebratishi uchun yordam beraman. Mana bu narsalarni sotaman. Va pulini onamga eltib beraman dedi. Va meni 3 ta ukamni shu tariqa biz oilani boqamiz dedi. Shunda meni qalbimga bir narsa keldida, uni chaqirib oldim, maktab ma'muriyatiga kirgizdimda va aytdimki, mana bu qizcha maktabda o'qisin. Kiyinishidan, maktab xarajatlaridan boshlab hamma xarajatlari mening bo'ynimda dedim. Va uni 3-sinfdan, yoshi kattaroq bo'lsa ham 3-sinfdan qabul qilishdi. Va tinglovchi sifatida. Va 1 yil o'tib maktab bo'yicha qilingan olimpiadada 1-o'rin oldi deydi. 1 yil o'tib. Va sinfiga ham, tengiga ham yaqin bo'lib qoldi. Ya'ni tengdoshlari bilan birga sanaviyada o'qiydigan bo'ldi. Va Alloh taoloning fazli ila men dedilar, ishim, muammolarim birga Sudanga ko'chib ketdik deydi. O'qituvchi. Sudanga ko'chib ketdik. Taqriban 15 yilcha men qaytib bu davlatga kelmadim deydi. Sudanda yashadim deydi. 15 yildan keyin bir o'rtog'imni ko'rish uchun tibbiyot akademiyasida bir o'rtog'im o'sha vaqtda maktabda dars bergan o'rtog'imni ko'rishlik uchun tibbiyot akademiyasida borsam tushlik vaqti ekan deydi o'qituvchi. Tushlik vaqti kirgandan keyin men tibbiyot institutining restoraniga kirib o'rtog'im bilan gaplashsam, chetda bir qiz, yoshi kattaroq, menga tikilib turibdi. Ko'zini va nigohini uzmaydi. Men qaradim, nega qarayapti ekan deyman. Va o'rtog'imga aytdim, u bizga nega qarayapti? Sen taniysanmi, u kim? U odam aytdiki, uni hamma taniydi. U qiz o'zining aql va farosati ilmi bilan hozirgi kunda tibbiyot fanlari professori. Bizni fakultetimizda hali professor, doktorlik bor, professor maqomiga yetgani yo'q. Bugungi kundagi yosh xodima, yosh o'qituvchilardan professorlik unvoniga loyiq bo'lib, professorlik maqomini olgan, dedi u. Bu odam tanimayapti. Va u yigit, u qiz ohista keldida ustozini qo'lidan olib o'pib, siz meni tanidingizmi dedi. Bu odam aytdiki, yo'q, men tanimadim. Taqriban o'rtada 15 yilcha ko'rishmagan. Yo'q dedi, men tanimadim. Ustoz dedida, u kishi uning oldida 2 cho'kkalab o'tirib, ustoz, men singan inson edim, singan gul edim. Siz menga tirkak bo'lib qaytib o'nglanishim uchun, qaytib tiklanishim uchun imkon bergansiz. Maktabga kirishga va uni xarajatlarini bo'yningizga olishga siz sabab bo'lgansiz. Siz sabab men maktabga o'qiganman. Umuman maktabda o'qimagan o'qishcha. Maktabda o'qiganman. Va siz tufayli sizni qo'llab-quvvatlaganingiz, avvalo Allohning fazli va sizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun men shu darajaga yetdim. Siz meni tanimasligingiz mumkin, men sizni lekin albatta taniyman dedi. Men sizni esimdan chiqarmayman dedi. Men o'sha siz sabab bo'lgan faloncha qizchaman. Maktabga kirishligimga sabab bo'lgansiz dedi.
Haqiqatda bugungi kunlarda shunday ish qilaylikki, birodarlar, insonning hayoti tiklansin, Alloh fazl bersin. Shunday oilalar bor bugun. Ramazonda nega aytyapmiz? Shunday oilalar bor. Biz uchun u pullar, u imkoniyatlar oddiy bo'lishligi mumkin. Kundalik xarajatimiz bo'lishligi mumkin. Lekin u narsa kimdir uchun hayot. Kimdir uchun hayotini tiklanishligiga sabab. Kim biz uchun u narsa oddiy narsa bo'lishligi mumkin. Kimdir uchun 5 million, 10 million kiyim oladigan pul bo'lishligi mumkin. Qaysidir oilalar uchun u hayotini tubdan o'zgartirishlikka sabab bo'ladigan narsalar bo'ladi. Chunki u oilalarni bugun Ramazonda ko'ryapmiz. Birodarlarimiz ihsonlar, zakotlar tarqatyaptilar. Etib berish jarayonida u masalani biz ko'ryapmiz. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Biz mana shunday ish qilaylikki, insonlarni hayotini tubdan o'zgarishligiga biz sabab bo'lsak, Alloh taolo bizni hayotimizni tubdan o'zgartiradi. Alloh taoloning o'zi yaxshilik beradi. Xuddiki bir kulguli voqea bor. Bir yigit kelib masjidda duo qilayotgan ekan. Ey Xudo, shu oy oxiri bo'ldi. Men oylik olishim kerak. Men yaxshi ishlaganman. Mana shu oyligimga qo'shimcha premiya ham berilishligi kerak. Mana shu oyligimga premiya ham chiqmasa, qo'shimcha pul ham chiqmasa, oyligimga yetmaydi, meni rejalarimga yetmaydi. Shu asnoda bir boyni ham mollari kema bilan dengizdan o'tish kerak, sog' salomat o'tsin deb u ham masjidga kelgan, ya Robbiy deyapti. Men falon million dinorga yuk urganman, ya Robbiy. Dengizdan to'fonsiz sog' salomat o'tsin duo qilyapti. Endi duo qilmoqchi. Bu joyda u yigitcha, oylik oladigan yigitcha baland, ya Robbiy, shu oyligimga qo'shimcha berilmasa bo'lmaydi. Menga shu qo'shimcha kerak. Bo'lmasa rejalarim oxirigacha bitmaydi deb baland duo qilyapti. Shunda boy uni yelkasidan urib, birodar, sen nima deyapsan? Shu oylik olaman o'zi 10 ming so'm. Undan 20 so'm yana qo'shimchaga pul beradi. Pul berish kerak, 20 so'm. Shuni Xudodan so'rayapman desa, boy cho'ntagidan 100 so'm chiqarib, 20 so'm premiya oladi-ku o'zi. 100 so'm chiqarib berib, "Ma ukajon, sen tez masjiddan chiq, mayda chuydalar bilan vaqtimizni olma" degan ekan. Shuning uchun u narsa men kattaroq narsani Xudodan so'rab olishim kerak deganda. U narsa Alloh taolo fazl aylasin, kimgadir mayda chuyda, lekin kimnidir hayotini tubdan o'zgartira oladigan darajada bizga mayda chuyda ko'ringan narsa tubdan o'zgartiradi, birodar, ishoning. Chunki biz bugungi kunda xalq orasida yurib, xonadon yurib, oilalar ahvolini bilyapmiz, birodar. Bugun bir iftorlikka boryapmiz. Iftorlikka bizni beradigan ziyofatimiz aniqki, birodar. 1,5 yildan beri xotinini onkologik operatsiyaga 1,5 yildan beri o'zi kasallik davri o'tib bo'lgan, tamom bo'lgan, lekin imkon yo'q operatsiya qilishga. Shuni kutyapti. Nima qilyapti? Mol boqyapti, tejayapti, oyliklarini tejayapti, bir narsalar qilyapti, pul jamlayapti. Xotinning ahvoli kundan kunga yomonlashib boryapti. Bugun iftorlikka boryapmiz, Allohu akbar. O'sha iftorlikni yarimga qisqartirsak, unaqa odamni 3 tasini operatsiya qila olamiz. Yarimga, umuman qisqartiring demayapmiz. Shunaqa holatlar bor. Nima demoqchimiz? Biz uchun oddiy xarajatlar kimnidir hayotini o'zgartiradi. Shuning uchun bugungi kunda Ramazonda taqvoliroq bo'lib, inshaalloh, yaxshiliklarda bardavom bo'laylikki, Alloh taolo kelajakdagi hayotimizni o'nglasin. Alloh fazl bersin. Qo'qqisdan birovni hayotini tubdan o'zgartiradigan yangilik qiling, Alloh taolo mana shu narsani sizga ham qaytaradi. Tubdan ishlaringiz umuman zo'r bo'lib, yaxshi bo'lib, Alloh taolo sizga fazilat beradi. Alloh taoloning o'zi har birlarimizga yaxshilik berib, Ixtiyor aka oilalari haqlariga duo talablar, Kamolovlar, Shahnoza kelinlari haqlariga duo talab ekanlar. Alloh taolo barcha duo talablarimizni, duolarini ijobat aylasin. Tohir aka, siz aziz jamoatdan safarda ekanlar. Aziz aka, siz aziz jamoatdan mushkullarini oson bo'lishligi haqlariga Tohir aka, siz aziz jamoatdan duo talablar. Alloh taoloning o'zi yaxshilik bersin.
Dilshod ukamiz qiz farzandli bo'lgan ekanlar. Alloh taoloni o'zi umri bilan, rizqi bilan bergan bo'lsin. Nodir aka safarga chiqmoqchi ekanlar. Alloh taolo safarlarini bexatar aylasin. Inshaalloh Alloh taoloning fazli bilan Buxara servis bolalariga Alloh taoloni o'zi jamoatdan taklif, Alloh taolo ularga yaxshilik, va'dalarga vafo qilishliklari, insof va tavfiq so'rab siz aziz jamoatdan duo talablar. Alloh taoloni o'zi har birlarimizda Ramazonda taqvoliroq bo'lishligimizni, Alloh taolo har birlarimizga yaxshilik ulashmog'ini va Alloh taoloni o'zi musulmonga xos bugungi kunlarda amallarda bardavom bo'lib, yaxshilikda, ibodatda, taqvoda, va'da yu omonatda bardavom bo'lmog'imizni Robbim nasib aylasin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'man nasir bi rahmatika ya arhamar rohimin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Muhtaram aziz birodarlar, ana yaqin kunlarda Ramazon oyini bo'lishi, bu oyni qaysi kunlarda iftorlik, saharlik kunlarini qaysi soatlarda bo'lishini odamlar intiqib, savol qilib so'rab turgandilar. Mana endi Ramazon muborak shunday bir fazilatli oy sizu bizga mehmon bo'lib turganligini guvohi bo'lib turibmiz. Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan bir hadisda, agar meni ummatim Ramazondagi bor fazilatlarni bilganda edi, yil 12 oy roza bo'lsaydi deb Allohga iltijo qilib so'ragan bo'lar degan ekanlar. Ikkinchi bir hadislarda qaysi bir ummatim Ramazonni kelishini xursandchilik bilan kutib, oxirgi kunlarni mahzunlik bilan kuzatadigan bo'lsa, Allohning dargohida unga o'ziga xos daraja nomai amollariga savob bitiladi deb marhamat qilib bashorat qilgan ekanlar. Mana o'zingizlarga ma'lum, birinchi dahamiz rahmat dahasi bo'ldi. Ikkinchi dahamiz mag'firat dahasi. Uchinchi hozir sizu biz guvoh bo'lib turgan bu daha itqum minan niron, ya'ni do'zaxdan ozod bo'lish dahasida turibmiz. Ya'ni qaysi bir bandaga Allohning rahmati bo'lsa, qaysi bir banda Allohning rahmatiga noil bo'lsa, gunohlari mag'firat qilinar ekan. Gunohi mag'firat qilingan odam do'zaxdan ozod bo'lib, jannat ahllarining qatoriga qo'shiladigan ulug' bir fazilatli kunlarda turibmiz. Endi 3-10 kunlik qanaqa 10 kunlik? Hozir sizu biz yetib turgan shu dahani nima fazilati bor? Bu kunlarda janob payg'ambarimiz qanaqangi ibodatlar qilganlar? Nima ishlar bilan mashg'ul bo'lganlar? 3-10 kunlik oxirgi mana sizu biz bugun yetib turgan shunday bir fazilatli kunlar Allohning nazdida savobi ulug' bo'lgan, darajasi afzal bo'lgan bir ulug' kunlarga yetibmiz. Payg'ambarimiz Ramazonning 3-10 kunliklarida e'tikofda o'tirar ekanlar. E'tikof degan so'zning ma'nosi bir narsani o'ziga lozim tutishlik, ya'ni masjidlarning qoshida tushuntirish uchun kuyovlarga qanday go'shanga tutiladigan bo'lsa, xuddi shunday go'shangalar tutilib, e'tikofda o'tirib, faqat 5 mahal jamoatga ibodatga chiqib, ahli ayolga, xonadonga yaqinlik qilmasdan Allohga qurbat hosil qilishlik uchun ibodatga rivoj beradigan paytlar bo'lar ekan. Rasululloh aynan mana shu 3-10 kunlikda e'tikofga o'tirib, ibodatga keng rivoj berar ekanlar. Ahli bayt farzandlarini bedor qilib, kechalari ibodatda o'tganliklari, Qur'onni boshidan oxirigacha Jibril alayhisalomga xatm qilib o'tkazadigan, ibodatga keng rivoj beradigan paytlari aynan Ramazonni 3-10 kunliklarda bo'lib o'tar ekan. Endi bu 3-10 kunlikni ichiga yana nima yashirilgan? Qur'onda Alloh o'zi xabarni berib qo'yibdiki, ya'ni bu 3-10 kunlik mana ertaga inshaalloh Ramazonni 26laridan 27lariga o'tar kechasi
Qadr kechasi deb nomlangan shundoq bir fazilatli kechani arafasida turibmiz. Fursatdan foydalanib, sizlarni mana shundoq ulug' bir fazilatli kechalarga yetib kelganinglar bilan muborakbod qilamiz. O'tgan qadr kechalarida hayot bo'lgan, qatorlarimizda turgan, shu kechani fazilatidan, ibodatlardan bahramand bo'lgan odamlardan ko'plari dunyodan o'tib ketishdi. Yanaga qadr kechalarga qaysi birimiz yetamiz, qaysi birimiz yo'q, Allohga ayon. Bu kechani Alloh mana siz-u bizga nasib etib turgan ekanmiz. Mana shu qiladigan ibodatlarimiz dargohida ijobat bo'lishini Alloh nasib etsin. Endi qadr kechasi ikki xil ma'noni anglatar ekan. Qadr deb darajasi ulug' bo'lganlik, qadrlik bo'lgan, 1000 oydan afzal bo'lgan kunga, kechaga qadrlik kecha deyilsa, ikkinchisi taqdir kechasi. Ya'ni o'sha kuni Laylatul Qadr kechasi Lahful Mahfuzdan insonni taqdirini yozish uchun farishtalar kelasi Qadr kechasigacha boshimizga nima kunlar tushadi? Kimning rizqini Alloh keng qildi, kimnikini tor qildi? Kelasi Qadrgacha kim bor, kim yo'q? Taqdirimizni bitadigan kun bo'lar ekan, farishtalarga yozdiriladigan kun, insonni taqdiri belgilanadigan kun bo'lganligi uchun taqdir kechasi deyiladi va qadrli kecha deyiladi. Bu kechani Alloh kalomi Qur'onda maqtab, A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Inna anzalnahu fi laylatil qadri وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم إنا أنزلناه في ليلة القدر biz nozil qildik Qur'onni Qadr kechasida, ya'ni Ramazon oyini Qadr kechasida. Va ma adraka ma laylatul qadr. Nima deb tushunasiz Laylatul Qadrni? Bu qanaqa kecha? Nima bor bunda? Laylatul qadr xayrun min 1000 shahr. Laylatul Qadr kechasi 1000 oydan ham afzal kecha. Boshqa oylarda, boshqa kunlarda qilingan ibodatga bitta savob yozilsa, aynan mana shu kechada qilingan ibodatlarning savobi juda ham Allohning dargohida cheksiz bo'ladigan kecha. Tanazzalul malaikatu var ruhu. Shu kechada farishtalar va ruhlar yerga tushar ekanlar. İbadatlarda yonimizda turishar ekan, duolarimizda amin deb qo'shilishar ekan. Tanazzalul malaikatu var ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Allohning amrini bajaradilar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ertalabgacha, tonggacha bedor bo'lib, ibodatda bo'lgan, itoatda bo'lgan, Allohning zikrida bo'lgan bandalarga Allohning rahmati bo'lsin, Allohning salomi bo'lsin deb marhamat qilinadi. Endi Qadr kechasi to'g'risida odamlarimizda turli xil fikrlar bor. Mashhur sahobalardan Salmon Farsi degan sahoba ikrom payg'ambarimizning huzurlariga kelib, "Ya Allohning rasuli, meni sizga bir savolim bor" dedilar. "Nima savoling?" "Mardikor xo'jayinning xizmatini ado etsa, xizmat nihoyasiga yetgandan keyin rozi qilish kerakmi yoki yo'qmi?" dedilar. Shunda janob payg'ambarimiz bir oz sukut qilganlaridan keyin, "Mardikor xizmatni qilgandan keyin rozi qilish kerak. Men yurtimdan kechib, otamdan, onamdan, bolalarimdan kechib, sizni yoningizga kelib, musofirchilikni bo'ynimga olib, ko'p jihod g'azotlarda islomni nusrati uchun yoningizda turib xizmatingizni ado qildim. Endi bugun xizmat nihoyasiga yetdi. Meni rozi qilsangiz men ketsam" dedilar. Shunda janob Rasululloh aytdilar: "Ey Salmon, nima bilan rozi bo'lasiz? Nima qilsam rozi bo'lasiz? Dunyoning ziynati kerak emas.
dunyoni zebi javohirlari kerak emas. Qadr kechasini qachon bo'lishini aniq etsangiz, men rozi bo'lib chiqib ketaman dedilar. Shunda janob Rasululloh aytdilarki, agar qadr kechasini savobidan umid qilsang, Ramazon oyini 3-10 kunligidan qidirgin dedilar. Shunda toq kunlardanmi, juft kunlardanmi deganlarda, toq kunlardan deb janob payg'ambarimiz javob bergan ekanlar. Endi mashhur hadislarda 26-kechadan 27-kechaga o'tar kechasi deyiladi. Bunga dalil ko'proq kelgan. Lekin Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarini roza bobiga bag'ishlagan hadis va hayot kitoblarida ta'kid qildilarki, janob Rasulullohdan kelgan hadislarda Ramazonning 21-kuni, 23-kuni, 25-kuni, 27-kuni, 29-kunlarini hammasi qadr kechasi deb xabar berilgan. Payg'ambarimiz e'tikofda o'tirgan paytlarida tush ko'rgan ekanlar. Tushlarida qadr kechasi bo'ladigan kun men loyga sajda qilar ekanman. Mana shu qadr kechasidan bo'ladigan alomat ekan deb e'tikofda o'tirganlarida odamlarga aytdilar. Va bir kuni yomg'ir yog'ib, masjidning tomi xurmo shoxlari bilan bekitilgan holatda chakka o'tib, payg'ambarimiz sajda qildilar ertalab bomdod namozida. Sajda qilgan paytlarida peshonalari, burnilarning uchlariga loy tegdi. O'sha ko'rgan tushlari shunga to'g'ri keldiki, biz bilsak bu Ramazonning 21-kuni ekan. Mana shunga ham taxmin qilgan odamlar bo'ldi. Endi savol tug'iladi. Nima uchun aynan Ramazonni aniq mana shu kuni qadr kechasini qachon bo'lishi aniq etilgan emas? Buni nima hikmati bor deydigan bo'lsak, buni hikmatini Alloh bekitgan ekanki, bandalar g'aflatda qolmasdan oxirgi jami 10 kunlikni ibodatda o'tkazsin. Har bir 10 kunlik o'ziga xos bir fazilatga ega. Har bir 10 kunlikni savobi ulug' bo'lishligini nazarda tutib, bu qadr kechasini qachon bo'lishi aniq etilgan emas degan taxminlar bo'lib, endi eng quvvatli bo'lgan hadisga muvofiq 26lardan 27siga o'tar kechasi deyiladi. Bahorda Abru Nayson degan bulut bir yomg'ir yog'dirar ekan. Bu Abru Nayson buluti yomg'ir yog'dirgan paytda qisqa muddatda yog'ib o'tadigan yomg'ir ekan. Bu dengizlarning sho'r suvini ham kesib o'tadigan yomg'ir ekan. Yil bo'yi chig'anoqlar og'zini ochib daryoni tagida kutar ekan shu yomg'irni. Shu yomg'irning tomchisi qaysi bir chig'anoqning og'ziga tushsa, chig'anoq bekilar ekan, o'sha yomg'irning tomchisi durga aylanar ekan. G'avvoslar jonini garovga qo'yib, daryoni qa'ridan o'sha durlarni olib chiqar ekan. Odamlarning nazaridan eng pastda yotgan narsa insonning bo'yniga ziynat bo'lar ekan. Qadr kechasi, Ramazonni ham qadr kechasi xuddi Abru Nayson yomg'iriday gap. Qaysi bir bandani o'sha kuni ibodati maqbul bo'lsa, duosi qabul bo'ladigan bo'lsa, xuddi insonlarning bo'yniga dur qandoq ziynat bo'lgandek, o'sha banda jannatning ziynatiga aylanadi deb xabar beriladi. Xuddi Abru Nayson yomg'iridek qisqa o'tib ketadigan fazilatli kecha bu qadr kechasi deb kitoblarimizda zikr qilinadi. Endi odamlarimizning orasida bir afsonaviy gaplar paydo bo'lgan, xurofiy gaplar paydo bo'lganki, qadr kechasida osmonda bir qush paydo bo'lar ekan. Agar shu qushni ushlasang oltinga aylanib qolar ekan. Hamma joy yorishib ketar ekan degan gaplarni gapiradigan odamlar bor. Bu asossiz. Hadisda ham, oyatda ham bunga dalil kelmagan. Lekin qadr kechasini alomatlari bor ekan. Qanaqa alomat? Alomatlardan bittasi quyosh xuddi gardishdek chiqishligi. 14 kunlik oydek chiqib, atrofga nur sochmas ekan. Oppoq bo'lib chiqar ekan, lekin shu'lasi bo'lmas ekan. Farishtalar o'sha kuni osmon bilan yerning o'rtasida yerga chiqib, osmonga chiqib turganligi uchun shu'lasini to'sib qo'yiladi deyiladi. Quyoshning shu'lasi nuri atrofga sochilmaydigan holatda bo'ladi. Kun sokin bo'lar ekan. Harorat issiq emas, sovuq emas. Badanimizga yoqimli bir havo urilib turar ekan. Daryoning sho'r suvlari chuchuk bo'lib qolishligi mana shu narsa qadr kechasini alomatlaridan bittasi. Yana bitta alomati qadr kechasida bedor bo'lib ibodat qilgan, Xudoni zikri bilan mashg'ul bo'lgan,
Gina fitna fasodlardan yiroq bo'lib Xudoning zikrini qilgan banda bilan Jibril alayhisalom ko'rishar ekanlar. Sahobalar savol qilishdi: "Ya Allohning rasuli, Jibril alayhisalom biz bilan ko'rishganligini qatdan bilamiz? Bu farishtalar Allohning nuridan bo'lgan bo'lsa, ko'zga ko'rinmasa, qanaqa qilib sezamiz uni alomatini?" dedilar. Shunda janob Rasululloh aytdilarki, Qadr kechasi qaysi bir insonning ibodati maqbul bo'lib Jibril alayhisalomning nazariga tushgan bandani ko'zidan yosh oqib turar ekan. Qalb juda ham yumshab ketar ekan. O'zimizni to'xtata olmas ekanmiz. Ko'zimizdan shashqator yosh oqib turar ekan. Bu yosh oddiy yosh bo'lmas ekan. Yurakdan sug'urilib chiqadigan bir yosh bo'lib qalbimizdan chiqib turar ekan. Ko'zga kelgan yoshni to'xtata olmas ekanmiz. Insondan xo'rlik o'tib turar ekan. Mana shu qaysi bir insonning qalbi yumshab, ko'zidan yosh oqib turadigan bo'lsa, o'sha odam bilan Jibril alayhisalom ko'rishgan bo'ladilar deb xabar bergan ekanlar. Ya'ni Qadr kechasida shunaqangi bir xo'rlik bo'lib, odamning ko'zidan muntazam bu yosh oqib turishligi, qalbni yumshab ketishligi o'sha ibodatni dargohida qabul bo'lganligidan bir alomat. Xuddi mana shu ibodatning maqbul bo'lganligidan alomat, Jibril alayhisalom bilan uchrashlardan alomat dedilar. Endi muhtaram birodarlar, odamlarimizdan bir iltimosimiz borki, Qadr kechasini mohiyatini to'g'ri tushunmasdan ancha yillardan beri bilamizki, xonadonlarda ulfatlarning to'planishi, masjidlarda odamlarning to'planishi, bir xil joylarda savol-javob, amri ma'ruf, ilmiy majlis tarzida bo'lsa nur ustiga a'lo nur. Ko'p joylarda ozgina suhbat bo'lgandan keyin qo'ylar so'yilib, ovqat ustiga ovqat olib kelib, video kasetalarni olib kelib aylantirib, odamlar kino ko'rish bilan ovora bo'lib, 2 rakat namoz o'qishga ham imkoniyat topolmay qolgan paytlari bo'lgan. Shuning uchun Qadr kechasi bu ziyofat kechasi emas. Qadr kechasi ibodat kechasi bo'lganligi uchun imkon qadar bola chaqanglarning atrofida, xonadoninglarda bo'lib, farzandlaringlar bilan birgalikda el yurtda haqqiga duo qilib, ra'iyatda haqqiga duo qilib, bu kechaga yetganlar bor, bu kechaga yetmaganlar bor. Alloh qodir qilgancha Qur'onni o'qib, gunohlarimizni mag'firatini Allohdan so'rab, nafl ibodatlarni ko'paytirib, ibodat qilishlik har bir inson o'zini xonadonida imkon topsa, bola chaqani haqqiga duo qilib o'tirishligi maqsadga muvofiq bo'lgan amallardan bittasi ekan. Endi o'sha kuni qilinadigan ibodat, Qadr kechasida o'qiladigan namozlarimiz, etiladigan zikrlarimiz to'g'risida Alloh qodir qilguncha xabar beramiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kecha haqida shunday deganlar: Laylatul Qadrni iymon bilan savob talabida bedor o'tkazgan insonni o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi. Oysha onamiz roziyallohu anha shunday dedilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir oqshom xonamga kirdilar va shunday dedilar: "Ey Oysha, bu kecha, ya'ni Qadr kechasida 4 ta amalni qilmasdan uxlamagin." Nima amallar ya Allohning rasuli? Hammamizga tegishli shu narsa. Birinchisi Qur'oni Karimni bir marta xatm qil. Ikkinchisi barcha payg'ambarlarga qiyomat kuni o'zingga shafoatchi qil. Uchinchisi barcha musulmonlarning roziligini topgin. To'rtinchisi haj va umra qilgin. Shularni aytganlardan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xufton namozini o'qishga kirishdilar. Namoz tugaguncha kutdim. Rasululloh salom berganlardan keyin so'radim: "Ey Allohning rasuli, otam, onam sizga fido bo'lsin. Menga shu 4 ta amalni bajarmay uxlamasligimni aytdingiz. Lekin shuncha amallarni bir kechada qila olmayman. Bularni yo'lini ko'rsating." Shunda Rasululloh tabassum bilan menga javob berdilar: "Ey Oysha, aytgan amallarim sendan hech qanday kuch talab qilmaydi. Chorasi quyidagicha. Birinchisi, 3 marotaba Ixlos surasini o'qisang, ya'ni Qul huvallohu ahadni o'qisang, Qur'onni xatm qilganchalik bo'lasan" dedilar. Ikkinchisi, menga va boshqa payg'ambarlarga salovat aytsang, bizlar senga qiyomatda shafoatchi bo'lamiz. Uchinchisi, mo'min birodarlaring uchun Allohdan afv tilasang,
ularni hammasini rozi qilgan bo'lasan. Namozda aytadigan salovat Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammadni aytishlik, jami o'tganlarimiz, atrofimizda yurganlarimizni gunohini Xudodan so'rab, mag'firatini so'raydigan bo'lsak, barcha odamlarning roziligini topgan bo'lar ekanmiz. Undan keyin subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar va la havla va la quvvata illa billahil aliyyul azimni aytgan odam haj va umra qilganning savobiga ega bo'ladilar. Mana shu Qadr kechasida. Endi Qadr kechasi o'qiladigan duo. Oysha onamiz roziyallohu anha: "Ey Rasululloh, Qadr kechasi Ramazonni oyini qaysi kuni ekanligini bilsam, qanday duo qilishim kerak?" dedilar. Shunda Rasululloh shu duoni aytdilarki: "Allohumma innaka afuvun karim, tuhibbul affa, fa'fu anni." Allohim, albatta sen afu etguvchisan, kechirguvchisan. Meni ham gunohlarimni o'zing afu etgin degan duoni o'qigin dedilar. Ya'ni Alloh, sen o'zing kechirguvchisan, afu etguvchisan. Meni ham, atrofimdagi odamlarni ham gunohlarini o'zing kechirgin deb duo qilishlik Qadr kechasidagi eng afzal duolardan bittasi ekan. Endi Qadr kechasi o'qiladigan namoz bor, 4 rakatli namoz. Bu namoz qanaqa qilib o'qiladi? Qadr kechasi 4 rakat namoz o'qiladi. Birinchi rakatda Fotiha surasidan keyin 3 marotaba Qadr surasi, Inna anzalnahu fi laylatul qadri. Ikkinchi rakatda Fotiha surasidan keyin 3 marotaba Ixlos surasi o'qiladi. 3-chi, 4-chi rakatlar ham xuddi shu tarzda. 3-chi rakatda ham sura Fotihadan keyin 3 marotaba Inna anzalna Qadr surasi, 4-chi rakatda ham Fotiha surasidan keyin 3 marotaba Ixlos surasi o'qiladi. Namozdan so'ng bir marta takbir tashriq, Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Mana shularni aytganimizdan keyin va 100 marotaba Qadr surasini o'qishlik. 100 marotaba Qadr surasi o'qilgandan keyin hali aytganimizdan keyin 100 marotaba Alam nashrah surasi, Alam nashrah laka sadrak va wada'na anka vidrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab va ila robbika farg'ab. Mana shu narsa duolar o'qiladi va o'qiladigan 100 marta Qadr duosi bor. Allohumma innaka afuvun karim, tuhibbul affa fa'fu anni. Ya'ni Alloh o'zing kechirguvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan. Meni ham gunohlarimni o'zing kechirgin degan mazmunda mana bu duolar o'qilishi kerak ekan. Qadr kechasi qiladigan ibodatlarimiz mana shulardan iborat. Ya'ni Hazrati Oysha onamizga janob payg'ambarimiz buyurgan ekanlarki, Qur'onni xatm qilishlik. 3 marotaba sura Ixlosni o'qigan banda Qadr kechasida Qur'onni xatm qilganning savobiga ega bo'lar ekan. Haj va umra, ya'ni muhtaram birodarlar, o'sha salovatlar etilsa, odamlarga mag'firat talab qilib, gunohini Xudodan so'rasak rozi qilganligimiz, payg'ambarlarga salovat etsak, ularni qiyomatda o'zimizga shafoatchi bo'lishiga sabab bo'lishligimiz va duoda Parvardigor o'zing kechirguvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan. Bizdek gunohkor, ma'siyatga botgan bandalaringni xatosini o'zing kechirgin deb duo qilib Allohga iltijo qilgan banda borki, uni ibodatlari Allohning dargohida qabul bo'lar ekan. Mana shular Alloh qodir qilguncha, o'zi bildirguncha Qadr kechasida qiladigan ibodatlarimizning bittasi ekan. Endi muhtaram birodarlar, mana 3-10 kunlikda yana qiladigan bitta amalimiz bor. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning saxovatlari jo'sh uradigan, odamlarga, yetim yesir, g'arib, g'urabo, faqir fuqarolarga xayr ihsonlarni, fitr sadaqalarini beradigan paytlari mana shu Ramazon oyining 3-10 kunlarida bo'lar ekan. Endi savol tug'iladi. Fitr sadaqasi nima uchun beriladi? Kimga beriladi? Muddati qachongacha beriladi? Bizda Hanafiy mazhabda oid bo'lgan kitoblarda yozilishicha, mol mulki nisobga yetgan, zakot berishga qodir bo'lgan odamning bo'yniga fitr sadaqasi berish vojib bo'ldi. Fitr sadaqasi nima uchun beriladi?
Namozda sajdai sahv bor. Namoz noto'g'ri bo'ldi. Rukunlarini buzib qo'ydik. Biron bir joyda xato ketdi. Endi namozni to'g'ri bo'lishi g'ijim narsani dazmol tekislagandek ibodatni isloh qiladigan narsa sajdai sahv. Sajdai sahv bo'lsa namoz o'rniga keladi. Endi Ramazonni ham sajdai sahvi bor. Bu Ramazonni sajdai sahvi beradigan fitr sadaqamiz. Omon eson shu Ramazonga yetganligimiz birinchi. O'tgan Ramazonda hayot bo'lganlarni ko'pi yo'q bo'lib ketdi. Sizu biz yetib keldik. Ikkinchisi roza bo'lib xatolar o'tdi. G'iybat qilib qo'ydik. Og'zimizdan bir gap chiqib ketdi. Tahoratda suv ketib qolishi bor. Og'zimizni qazo qilib ochishimiz bor, vaqtli ochishimiz yoki kechroq yopishimiz bor. Ro'zamizga nuqson yetgan bo'lsa, ro'zani sajdai sahvi, ro'zani to'g'ri bo'lishligi beradigan fitr sadaqamiz degan xatolarimizga kaforat bo'lar ekan. Endi fitr sadaqasi kimlarga beriladi? Ayrim joylarda men eshitdimki, ahli ilmlarimiz, ulamolarimiz orasida da'vat bo'ldi. Birinchi bo'lib masjidga olib kelib beringlar degan gap. Men doimo gapirib kelganman. Yana gapiraman. Insof bilan gapiradigan bo'lsak, fitr sadaqa birinchi bo'lib masjidda haqqi emas. O'zingizlarni shahrabolarlarga qaranglar. Qavmi qarindoshinglarning ichlarida nochor odamlar bo'lsa, haftalab qozoniga go'sht tushmagan odamlar bordir. Dori-darmondan qisilib qolgan, kiyim boshdan qisilib qolgan, ro'zg'ordan qisilib qolgan odamlar bordir. Qarindoshlaringlarni hayit kunlarigacha rozi qilinglar. Muddati fitr sadaqani berishni muddati hayit namoz o'qiladigan kun subhi sodiqgacha, tong otgunga qadar. Undan keyin beriladigan fitr sadaqa oddiy sadaqalarga o'xshagan sadaqa bo'ladi. Fitr sadaqani o'rniga o'tmaydi. Hazrati Usmon Ramazon oyida fitr sadaqasini berish eslaridan chiqib qolgandan keyin payg'ambarimizning huzurlariga kelib, "Ya Allohning rasuli, men fitr sadaqasini Ramazonda bera olmay qolman. Endi Ramazondan keyin bersam ham o'rniga o'tadimi?" deganlarda, "Ey Usmon, butun dunyoyingni Alloh yo'lida ehson qilsang ham fitr sadaqani savobini topa olmaysan" degan ekanlar. Shuning uchun hayit namoz o'qilgunga qadar hali oldimizda ancha muddat bor ekan. Qo'lingizdan kelgancha odamlarga fitr sadaqalarini beringlar. Qarindoshlarni orasidan topolmasanglar, qo'ni-qo'shnilarga nazar soling. Mahalla ko'yda qo'shnilar bordir. Zimmiyga ham bersa bo'ladi deyilgan. Zimmiy g'ayri din, o'rismi, koreysmi, armiyanmi, grekmi atrofimizda turibdi, birovga ziyoni yetmayapti, qiynalib qolgan odam. O'shanda zimmiy bo'lgan odamga ham fitr sadaqasini bersa bo'ladi. Zakot faqat musulmonga beriladi, g'ayri dinga berilmaydi. Fitr sadaqasini narxi, muhtaram birodarlar, fiqh kitoblarimizda arpani nisobida, magizni nisobida, xurmoni nisobida, bug'doyni nisobida olingan. Endi bizni O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining fatvosiga ko'ra eng arzon bug'doyni 1 kilo narxi bozorda hozir 200 so'm ekan. 2 kilo bug'doy 400 so'm. Undan ortiqroq qilib bersanglar, savobga ega bo'laverasizlar. Ya'ni kishi boshiga moli nisobga yetmagan odam ham bersa savobga ega bo'ladi. Bola chaqa uchun, xotini uchun bersa joiz. Endi bolalaringlarning ichida pul topayotganlari bor. O'g'illar katta ota bersa mumkin, lekin pul topib turgan, o'zini idora qilib turgan, alohida ro'zg'or qilib turgan bolalar bor. Bolam, fitr sadaqani sen o'zing uchun endi bergin. Bola chaqangnikini o'zing ber, men o'zimga beraman desanglar, uni savobi boshqa. Endi qo'l ostinglarda maktab yoshidagi bolalar bor, bog'cha yoshidagi bolalar bor, pul topmaydi. Ularga ota-ona fitr sadaqasini berishi joiz bo'ladi. Ertaga hayit namoz o'qiladi degan kun xonadonda bir farzand tug'ilsa, shu farzandga fitr sadaqasi berish joiz. Ertaga hayit namoz o'qiladi degan kun xonadoningizdan bir inson dunyodan ko'z yumib ketsa, buni bo'ynidan fitr sadaqasi soqit bo'ladi. Endi bir xil odamlar qoraka odamlarga qattiq tegib ketyapti. Pulini olib borsak, bizni jerkib qo'ygan odamlar bo'ldi degan gapni gapirganlar bo'lgan. Pulni berish shart emas. O'sha pulni nisobida biron bir oziq-ovqat, kiyim-bosh sizga hayitlik, bizdan bir hadiya bo'lsin degan maqsadda chiroyli qilib berib ketishlik mumkin, birodarlar. Endi masjid fitr sadaqasini olishi mumkinmi? Men aytayapman, birinchi bo'lib deyotganim yo'q. Oxirgi o'rin qarindosh urug'dan orttirdinglar. Hammasi o'ziga to'q ekan. Qo'ni qo'shnilar ham o'ziga to'q ekan.
oxirgi o'rinda masjid olishi mumkin. Masjid mumkin emas-ku, dalil bor degan gaplar bor. To'g'ri. Qaysi masjidlarga mumkin emas? Mana Salohiddin akam yonimizda o'tiribdilar. Ulamolarimizdan fatvo so'raganimizda men bilan birga bo'lgandilar. Arab mamlakatlarida shunaqangi masjidlar bor. Har bir masjidning vaqf yeri bor. Dehqonchilik qiladi. Masjidlarni ishlab chiqaradigan korxonasi bor, firmalari, tijorat do'konlari bor. Ular badavlat masjidlar. Rossiyada ham vaqf yerlari bor, do'konlari bor, korxonasi bor masjidlar bor. Endi u masjidlarni olishi harom fitr sadaqani. Lekin bizning yurtimizdagi masjidlar faqir. Yoqib turgan chirog'imiz, yoqib turgan gazimiz, shu yerda xizmat qilayotgan xodimlarimiz, mana shu yerda bo'lib turgan jami' xizmat, 5 mahal azonni yetilib turishi, shu eshiklarimizni ochilib turishi sizlarning ustinglardan, sizlarning sadaqaylarning ustidan bo'ladi. Haq bersa masjid o'zini faoliyatini yurg'izadi, bo'lmasam yo'q. Shuning uchun oxirgi o'rinda agar joyini topa olmasanglar, o'rnini topa olmay qolsanglar, masjidga olib kelib berishlik joiz bo'lar ekan. Endi bu narsani ham biz oxirgi paytlarda yo'lga qo'ygan edik. Men Misrdan yangi o'qishdan kelgan paytim o'sha yerda ko'rgan tajribamizni qo'llamoqchi bo'ldikki, kelgan fitr sadaqa masjidga keladigan bo'lsa, masjidning remontiga, masjidning solig'iga emas, bu yerga xodimlarga emas, alohida bir daftar qilinglar, alohida bir idish bo'lsin. Shu narsa yig'ildi. Mana otaxonlarimiz o'tirishibdi. Har yili hayitdan 2-3 kun oldin o'sha pullarni mahallaning raisidan kam ta'minlangan oilalarning ro'yxatini olib tarqatishni boshladik. 2 yil shu narsani qildik. Endi odamlarimiz buni to'g'ri tushunishmadimi? Orada bir fitna aralashib qoldimi? Malomatlarga qolib ketdik. Bir xil odamlarimiz falonchiga berib bizga nimaga bermadi, oq-qora qildi degan gaplar bo'ldi. Hammani ko'nglini ola olmadik. Ikkinchi toifa odamlarimiz pul olib borgan odamlarimizni meni hali miskin deb o'yladingmi deb xonadondan chiqarganlar bo'ldi. Uchinchilar qolganini imom yeb ketdi degan gaplarni gapirganlar bo'ldi. Shuning uchun hali odamlarimiz bu narsaga tayyor emas ekan, qo'yinglar. Bunaqangi fitna fasod bo'lmasin. Endi bir alohida daftar qilinglar, alohida bir idish bo'lsin. Masjidga kelayotgan umumiy pulga qo'shilmasin. Shu pul yig'ilaversin. Har xil holat bor. Mahallaning hududida birovni uyi yonib ketishi bor. Birovni xonadonida bir musibat bo'lib qolishi bor. Kafanga pul topolmay qolgan odamlar bo'ldi. Shunaqangi odamlarga shu fitr sadaqani ustidan yordam ko'rsatinglar, lekin parhez bo'lsin, masjidning umumiy ishiga, domlalarga bir oylik remont yoki boshqa narsasiga ishlatilmasin. Agar majbur bo'lib qoladigan bo'lsa, nochor bo'lib qoladigan bo'lsa, ishlatishga ham ijozat bergan ulamolarimizni fatvolari bo'ldi. Shuning uchun muhtaram birodarlar, bu fitr sadaqa Ramazon oyida hali aytdim, muddati inshaalloh hayit namoz o'qilguncha subh sodiqqacha berilsa bo'lar ekan. Undan keyingisi sadaqa, fitr sadaqani o'rniga o'tmasdan oddiy bir sadaqa bo'lib qoladi degan fatvoni Abu Hanifa mazhabiga oid bo'lgan fiqh kitoblarimiz berishadi. Shuning uchun mana vaqtlar g'animat, kunlar g'animat, soniyalar g'animat. G'aflatda qolman, esimdan chiqib qopti degan gaplarni qilmanglar. Zakotni o'tgan jumada men tushuntirdim. Zakotning nisobi 880 ming so'mdan ortiq bo'lganligi, mana shu pul bir yilni yuzini ko'rib, kamaymasdan ko'paysa ko'paydiki, turgan bo'lsa, poklash, o'sish degan ma'noni anglatadi. Zakotlarni berishlik muhtaram birodarlar, 40 dan birini zakotga chiqarishlik, qarindoshlarga bersa bo'ladimi degan savollarni bergan odamlar bo'ldi. Akaga berish mumkin. O'tgan jumada aytganmiz. Opaga berish mumkin. Akani bolalariga, opani bolalariga berish mumkin. Tog'amiz nochor, tog'aga berish mumkin. Tog'ani bolalariga berish mumkin. Amma xolalarga nochor, ularga berish mumkin. Lekin ota-onaga, farzandlarimizga, farzandlarimizning farzandlariga zakot berilmaydi. Negaki ularning kundalik ehtiyoji bo'ynimizda bo'lganligi uchun. Endi imkon bo'lsa, odamlarda odat bo'libdiki, ko'proq yetimxonalarga olib borib berish. Mayli, yetimni boshini silagan odamni Alloh ikki dunyosini obod qiladi. Yetimlarga qarayotgan odamlar, akalarimiz ko'p. Alloh bundan ham ziyoda qilsin. Bolalarimiz bor, ilm yo'lida yurishdi. Dunyoviy ilm o'qiyotgan ham, uxroviy ilm o'qiyotgan ham ko'p oliygohlar kontrakt bo'lib qolgan. Pulini to'la olmasdan miyasida ilmi bor, lekin yiqilib ketyapti, haydalib ketayotgan bolalar bor. Shular kelajagimiz. Dunyoni obod bo'lishi, dunyoni ravnaqi olimlarning ilmi bilan bo'ladi. Shular olim bo'lib qolsin, zakotlarimizni shu bolalarga ham beraylik. Haydalib ketmasin, o'qishni davom etsin.
deb o'sha bolalarga shu Ramazon ishlari agar zakotlaringlar bo'lsa, bersanglar nur ustiga a'lo nur bo'ladi.